Barchaga assalomu alaykum. Biz hozir ustozimizni To'lqin Qilichevning xonadoniga keldik. Ustozimizga yaxshi bir surprizimiz bor. Xudo xolasa kutinglar. Surpriz zo'ra. Assalomu alaykum barchaga. 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuniga ustozimizga do'stlarimiz bilan sovg'a olgandik. O'zim safardaligim uchun sovg'ani Isroil bilan murojaat topshiradi. Ustoz bayram muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Bir kichkina bo'lsa ham sovg'amiz bor. Ustozlar bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana shu kalit sizga To'lqin aka. Bu menga sovg'a sizga. Bismillah. Sizniki emasmi? Yo'q. Har doim baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Bizga o'xshagan shogirdlarni ko'pini chiqaring. Yo, o'ylabman sen qaytib keldingmi? Bu sizga sovg'a. Sen ham oshirasan martabalar Allohning. Mehmon keluvdi uyga. Как раз To'lqin aka yaqinda o'zlarining mashinasini sotgandilar. Endi bu bizga nima deydi, alam qiladi desa ham bo'ladi. Chunki ustozimizga arzimasa ham o'z shogirdlar nomidan Xudo xolasa qabul qilasiz ustoz. Xudo xolasa O'zbekistonimizga yana ham katta yaxshi shogirdlarni tayyorlab chiqaravering. Xudo xolasa biz shogirdlar bilan xizmatingizdan inshaalloh boriga shukur. Ko'p Olimpiada, jahon o'zi chempionlarini chiqargan. To'lqin aka xohlasa inshaalloh hali hammasi yaxshi bo'ladi, hali hammasi oldinda. Iloyim oila a'zolaringizni, farzandlaringizni, ota-onangizni, shogirdlaringizni baxtiga har doim sog'-salomat bo'ling. Xudo xolasa zo'r bo'ladi hammasi. Qanday? Sizlar bilan faxrlanaman. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hamma narsam zo'r bo'ladi hammasi. ortig'i bilan bo'lsa ham mana shunday e'tibor berib, doim shunday shogirdlar nasib qilsinlarga. Shokdaman, bu ustozlar kuniga Allohning nimasi bilan